Ozgina kech qolgan bo'lsak ham, lekin Ramazon oyi tugashiga hali 5 kun bor. O'shaning uchun ertaga Xudo xohlasa yaqinlarimiz uchun, ya'ni ammajonlarimiz va qaynsinglarimga kichkinagina iftorlik qilib bermoqchimiz. Balkim hali sal vohliroqdir, lekin dasturxonda chiroyli turadi deb burama bo'g'irsoqlarni, xamirni ham chiroyli qilib qorishtirib qo'ydim. Ularni ham pishirib dasturxonga qo'ymoqchiman. Bir marta ammajonimiz mehmonga kelganlarida yumshoqini qilib gusinlabga pishirib qo'ygan edim. Rosa yoqqan ekan. O'shaning uchun ularga asobi qilib yana qayta xamirlarini qorib qo'ydim. Kechqurun Xudo xohlasa pishirib yuboraman. Hollada birinchi bo'lib dasturxonni tayyorlab qo'yaman. Dasturxon tayyor bo'lsa qo'ynim xotirjam bo'ladi. Bu safar bitta qilib o'sinimlarni zallariga joy qildik, ko'rpachaga. O'tgan safar ikkita zalga, stol usturga joy qilgan edik. Bu safar hamma maza qilib gaplashib o'tirsin. Erkaklar ham, ayollar ham o'zligi opa-singillar deb bitta uyga chiroyli qilib joy qilib qo'ydim. O'zlarini dasturxonlarini yozmoqchi edim, lekin yaqindagina yig'in qilganimizda dodi bo'lib ketgan ekanmi. O'shaning uchun uni olib, o'zimni dasturxonlarimni chiroyli qilib yozib, ko'rpachalarga joy qilib qo'ydim. Balki ikkita uyga joyimiz kelib qolar deb dasturxonlarni ham kir moshinaga savordim. Aynan timsinni suyuq parashogi va kapsulalarni qo'shgan holda, sababi hidini juda ham mayin qilib, toza qilib yuvib beradi. Timson naborlarini o'sinimga 8-marta sovg'a qilgan edim. Tegida ozgina qolibdi, maza qilib ishlatibdilar, lekin o'zi ham har bitta kiyimlardan zo'r hidlar kelib turuvdi. Sizlar ham yaqinlaringiz uchun hayit ayyomiga bemalol Timson naborlardan sovg'a qilsanglar, umuman uyaltirib qo'ymaydi. Dasturxonlarni ham kir moshinaga savordim, joylarni ham tayyorlab oldim. Endi Xudo xohlasa xo'jayinim bozorlarni qilib kelsalar, keyin chaqchuq shokoladlarni chiroyli qilib qo'yib yuboramiz. 3 soat vaqtim shunaqa o'tib ketdi.